Xotin, bugun uyga bora olmayman, yomg'ir tagida qolib ketdim. Adasi, jala quyib yubordimi? Ha, jala quyib yubordi. O'zingni ehtiyot qil, bolalarga yaxshi qara. Maylimi? O'zim telefon qilaman senga ertaga. Bo'ptimi? Bo'pti, mayli, xo'p. Bo'pti. Xo'p, o'zingni ehtiyot qil. Qalay o'xshadimi? O'xshadi. O'tiring seni galing. Men navbatmi? Ha. Ayasi, mendan xavotir olmanglar. Men yomg'irda qolib ketdim jalada. 1 metr ham yurib bo'lmayapti ayasi. Bugun bora olmayman uyga. Tushunmadim. Yomg'ir bugun qormi? Yomg'ir mana ko'rsataman ayasi. Hamma joy yomg'ir, kuz bu. G'alati-yu. Nimasi g'alat? Nimasi g'alat ayasi? Nimasi g'alat? Gapirchi. Tez ko'rsating-chi. Ayasi ishonmagan xarakteringni yomon ko'raman sen, qoramini. Mana yomg'ir yog'yapti. Hamma joy yomg'ir. 1 metr ham yurib bo'lmaydi. Voy! Ayasi, qora tabiat qonuni. Qizil qor yog'ardimi? O'zim ham birinchi marta ko'rishim ayasi. Chataqsan-da, chataqsan. Ayasi, ey! Jon ayasi, O'rtoq, 5 minutda kassaga tiqqani? yo ketamiz bo'ldi. Nimaga yurmaymizmi? Meni hayotimning enasiga tiqding-da. Mana ayasi, suv sep desam, yomg'irga o'xshaydi desam, qorga o'xshatib, pena sevib yuribsan. Cho'q soqani shu siri ko'zing o'ynamayga qorami sen hamma yoqni bo'xlashtirasan o'zi. Mana xotin, mana gaplashinglar o'zlang. Mana ayasi biz toqqa ketayotgandik. Uni katta qilib Chilonzorda o'dik, chichib qo'ydi ayasi. Biz maza qilgan dam olgan ketayotgandik, qoramini chiqardi. Bemalol. Endi mashinam minasan, uyimga borib ko'chlarni yuklaymiz. Men ajrashaman. O'zing gaplashma. Mana ayasi, kulma. Cho'q qizoqoningga qoram. Ma. Asabimni uzasan.